juda qiziq savol tug'ilib qoldi. Hasan aka, Voyga. hozir ko'p joyda ustalarning pulini berishmasa, ustalar qilgan ishini buzib ketyapti ekan. Agar sizning ishingiz buzish, kesish bo'lsa, siz nima qilardingiz pulingizni berishmasa? Men shuna darajada ishlaymanki, ishimni qilamanki, mendan keyingi usta, misol pul bermadi firmachi, mendan keyingi usta kelgan usta ashi ishni qilmaslik kerak. Shu darajada chala tashab ketamanki, menda usta kelgan ustalar insof ustasi bo'lsa, demak buni pulini bermabdi, qilmabdi degan darajada tashab ketaman men. Agar ozgina berib turib, oxiriga yetkazib, ishingiz tugagandan keyin bermasa-chi qolgan pulini. Bermasa endi bunda din taraflama gapiradigan bo'lsam, birinchi chaqirgan odamga aytasiz, prorabga aytasiz, boshliqqa aytasiz. Boshliqqa 3 marta ogohlantirish haqqingiz bor. 3 marta ogohlantirasiz. Agar pul bermasa 3 marta aytasiz, pul bermasa din taraflama qiyomatga qoldirsangiz bo'laveradi. Demak, akalar 3 marta ogohlantirish berasiz, agar bermasa, ag'ini endi Xudo xohlasa qiyomatda olinadigan bo'layapti ekan.